Assalomu alaykum aziz davramiz qatnashchilari. Mana bugun sinfdoshimiz Jonibek akamiz Jo'lonjonlarning baxt va nikoh to'ylari ekan. Bu fursatdan foydalanib barcha qishloq mahalla raisi domla bobomiz boshchilik hammamiz hurmat qilib hurmat qilib Chora bobo sinfdoshimiz hammamiz chin qalbimizdan tabriklab, bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik, kelgusi ishlarda rivoj, baxt, saodat nasib bo'lsa, ikkala yoshni sunnat to'ylarida shundoq o'tirib davrani ochish nasib qilsin hammamizga. Shu kunlarni hammaga nasib qilsin Xudoyim. Uzoq umr, baxt, saodat shu Chora bobomizga, hammamizga so'z bergan